yengayning farqini bekchiq so'rdinglar, ha do'stlar. Bugun oxir fursat kelibdi, shuni tushuntirib qo'yay. Shu zag'irtilga kelib turiblamkin tushuntirib bersam. Ikkisi kerak, lozim. Bunda itish kerak, qilish kerak degan bildiradi, tushunammi? Endi men yo'q degan o'zimiz qattiq talab qo'yganda va yoki boshqalar qattiq talab qo'ygan vaqtida yon ishirtimiz. Men yengay bo'lsa bu rasmiy bir xilqi ilmiy bo'lgan so'rinda buni qilishingiz lozim edi, buni qilishingiz kerak edi, buni qilgan bo'lsangiz degandek gap qilgan vaqtida yengayni ishirtimiz. Demak shu bir sesal qo'polroq qila, ita qilishing kerak deganini bildirdi, men yo'q degan. Bir so'sa sen siyliqroq silab sipab, qilib bo'lsangiz, etib bo'lsangiz qilishingiz kerak edi deganini bildirdi men yengay. Undan so'ng jumla tuz baqsaq, masalan, 你应该向他道歉. 你应该向他道歉. Siz onundan kechirim so'rashingiz kerak. 你应该 siz mana bunday qilishingiz kerak. Nima qilishingiz kerak? 向他道歉. Onundan kechirim so'rashingiz kerak. Mishadiki nima uchun majbur tuz berma desanglar, bu yerda men yengayni ham o'rganmaymiz. Men kendiki bilak 向他道歉. Onundan kechirim so'rash deganni o'rganib olaylik do'stlar. Men 道歉 degan so'zni to'g'ri ishlatmaysizlar, ya'ni ni davchen ta deb yozdik ekansizlar. Bizning grammatik darsxonamizda deganda bir topshiriq ko'rdim. Ni davchen ta deb lam tuzabda bu jumlani oldi ekani bam deb bu xato bo'lgan bilakmi shuda. Siz uningdan kechirim so'rang demoqchi. Bunday ifodalamaymiz. Siz uningdan kechirim so'rang, ya'ni uningga yuzlanib turib kechirim so'rang degan ma'no chiqdi bu yerda. Shuning uchun g'a, qa, ga, ka degan oldi qo'shilg'ichisi bo'lgan shangni va yoki ginni qo'shimiz. Obyektivni oldiga. Shunga 你应该向他道歉，向他道歉或者跟他道歉，向他道歉或者跟他道歉deymiz. 你道歉他degan ma xata. 你向他道歉，你应该向他道歉. Siz onundan kechirim so'rashingiz kerak. Mana birdamda 2 minut yetmagan vaqtda men 2 tal muhim nuqtani o'rganib oldinglar degan gap. Men道歉degan so'zni to'g'ri ishlatdinglar. Endi men yomon ishlasak 你现在就要道歉. 你现在就要道歉. Siz hozirlam kechirim so'rashingiz kerak. 你现在就要道歉. Siz hozirlam kechirim so'rashingiz kerak deb bu yerda bir buyruq qilyapti hisobda. Chunki qattiq talab qilyapti bu yerda. Shu qilsam qilsa, qilmasam qilsa deganini bildiryapti. Mushunda farqi bor yo'q bilan yengayning. Tushundinglar? Albatta men yo'q degan so'zning boshqa ma'nolarim bor. Buni men burun tushuntirib bo'lgan. Boshqa filmimni ko'rib baqsanglar bo'ldi. Mush yengay bilan yo'qni farqlantirmay qilib bek so'rab ketganlik shuning uchun mushni ham tushuntirib qo'ydim hozir. Men ig'iz til kuchaytirish darsimiz bilan grammatik darsimiz boshlanish oldida do'stlar, kech vaqti 1 soat vaqtni paran qilishga chiqara oldim. Mush davlat tildagi qurilmaga tushirib bildigan so'zlikimni qurilmaga tushirib ishlatiladigan bir jumla qilib bizdan bir gap qilalaydigan bo'lsam bo'ladi. Bildigan so'zlikka mingga yetadi, 1,5 mingga yetadi deydigan o'rganuvchilar menga jiddiy uchur qilinglar. 5 patda önüdan numar bor. Bu darsimiz mush paran qilib o'rganadigan bo'lg'ashqa cho'qim bir topda so'zlanuvchi. Shuning uchun buning boshlanish vaqti bor. Biz xalqqa vaqti boshlayolmaymiz. Oyda faqat bir qara va yoki 2 oyda bir qara degandek beryapmiz. Shuning uchun ma dars boshlanib bo'lgandan keyin kirib qo'ysangiz desanglar o'zinglar